ming afsuslar bo'lsin, oramizda Jasur yo'q. Uni har doim xotiramizda saqlaganmiz, har doim eslaymiz. Bugun bu zalda uning ota-onasi, aka-ukasi, yaqinlari o'tirishibdi. Yana birimiz esa o'lim bilan yuzma-yuz keldi va qaytdi. Bugun bu sahnada nafaqat ikki kishi turibmiz, balki biz bilan birga xotiralar turibdi. Yo'qotgan insonlarimiz xotirasi turibdi. Bundan tashqari eng asosiysi sizlar turibsizlar. Hayot bizni zinoga tashladi. Kim do'st, kim dushman ajratmadi.